Ushbu 4 kasallikda ayollarda tabiiy homilador bo'lish shansi juda yuksak hisoblanadi. Birinchisi bu ayollardagi tuxumdonlar polikistozi sindromi hisoblanadi. Ikkinchisi bu ayollardagi endometrioz kasalligining birinchi hamda ikkinchi darajalari hisoblanadi. Uchinchisi bu ayollardagi turli xil turdagi gormonal o'zgarishlar, ya'ni prolaktin gormoni miqdorining oshishi yoki qalqonsimon bez gormoni miqdorining o'zgarishi hisoblanadi. To'rtinchisi bu ayollardagi bitta bachadon nayining o'tkazuvchanligining bor bo'lishi hisoblanadi. Albatta ushbu 4 holatda ham tabiiy homilador bo'lish shansi juda yuksak hisoblanadi. Faqatgina biz shifokorlar ushbu holatlarda ozgina yordam berib, tabiiy yo'l bilan homilador bo'lish shansini yanada yuksaltirishimiz kerak hisoblanadi. Agarda sizda xuddi shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta bizlarga murojaat qiling. Biz esa sizlardagi ushbu muammolarni bartaraf qilib, ilk urinishlarda homilador bo'lish shansingizni yuksaltirib beramiz.